Assalomu alaykum O'zbekiston tarixi telekanali aziz muxlislari. Efirda avval taom ko'rsatuvi. Masalliqlarimiz juda oddiy. Nima ovqat tayyorlanishiga mana boshim qotib turibdi. Albatta, bug'doy, un, yog', shakardan nima ham tayyorlash mumkin. To'g'rimi? Ayniqsa bugungi to'kinsochillik davrida bu mahsulotlar nihoyatda ko'zimizga oddiy ko'rinadi. Lekin bizning dono xalqimizda saqlanib kelayotgan taomlarimiz shunaqangi oddiy mahsulotlardan juda mazali taom bo'lishini biz ko'p kuzatganmiz. Albatta. Azizlar, nihoyatda sodda mahsulotlardan shirinlik tayyorlash mumkin va bu shirinlik holvaytar pishiramiz bugun. Nihoyatda qadim taom. To'g'ri, lekin sevimli taomimiz. Umidjon aka, bu desertmi yoki taommi? Nima deyish mumkin holvaytarni? Endi buni issiq holatida yesa ham bo'ladi, sovutib yesa ham bo'ladi, desert desak ham non bilan juda yaxshi ketadigan. To'g'ri aytasiz. Turkiy xalqlarda nihoyatda mashhur bo'lgan holvaytar tayyorlaymiz hamda qovurmoch tayyorlanishini bilib olishingiz mumkin. Qovurmoch haqida men eshitmagan ekanman. Bu bug'doydan tayyorlanadimi? Bug'doydan tayyorlanadi. Azizlar, nihoyatda qadimgi taom. Ma'lumotlarga ko'ra, sarkardalar o'zlarining armiyalarini boqishda ham mana shu qovurmochdan foydalanishgan ekan. Oddiy bug'doydan tayyorlanadi. Ko'ramiz bo'lmasa. Albatta. Demak, bugungi yeguliklar uchun tayyorlanadigan masalliqlar ro'yxati bilan tanishib oling. Ma'lumotlarga qaraganda, insoniyat bug'doy iste'molini bundan 12.000 yil avval boshlagan ekan. Ajoyib-a? Eng birinchi taomnomaga kiritilgan mahsulot desak ham yanglishmaymiz. Juda qulay, buni pishirib yesa ham, qovurib yesa ham, yanchib un qilib, haqiqatdan ham. Mana shunday tarixiy ma'lumotlar bilan ko'rsatuvimizni boshlaymiz. Azizlar, bugungi yeguliklarni, bugungi shirin taomlarni bizga poytaxtimizning Uchtepa madaniyat markaziga qarashli Durdona folklor etnografik xalq ansambli a'zolari yordam berishadi, Umidjon aka, to'g'rimi? Ha, Mahfuza Boymurzayeva hamda Gularo Polvonova shu yerdalar. Xush ko'rdik ko'rsatuvimizda. Mahfuza opa, holvaytar juda bir insonni o'yga chorlaydigan yegulikda. Holvaytar chunki marosimlar bilan bog'liq. To'g'rimi? Bilasizmi, holvaytar men Andijondanman. Andijonlarda bu juda ham sevib iste'mol qilinadigan taom hisoblanadi. Meni o'zimni onam rahmatli har kungi iloji boricha kundagi o'sha sut qaynatib, sutli ovqatlar bilan birgalikda albatta ko'pincha shu holvaytarni tayyorlardi. Chunki ukalarim juda ham shirinlikka o'chidi. Issiq nonlar bilan holvaytarni issiq holatida ham mana Umidjon aytgandek taomni iste'mol qilish mumkin, sovuq holatda ham. Bu narsani bu mehr oqibat taomi deb ham hisoblash mumkin. Uyimizga mehmon kelganda, qarindoshlarimiz yig'ilganda yoki bo'lmasam biror boshiga mushkul ish tushgan odam ham shu taomni pishirsa qanaqadir yengillik bo'ladi deb ham qilishadi. Qarangki, Gularo opam Xorazmdanlar asli, to'g'rimi Gularo opa? Ha, Xorazmda ham mana shunday taom bormi? Yo'q, Xorazmda bunaqa ovqat tayyorlamaymiz biz. Men shu yerga kelib o'rganganman. Mahfuza opamda o'rganganman. Holvaytar Xorazmda deyarli qilinmaydi, Umidjon aka. To'xtayman, tushunmam, to'xtaylar. Ana Xorazmdan kelgan ayolga biz tuxum barak, qo'tir barak jon qildiraylik. Holvaytarni ham qoyilataman deyaptilar-ku. Gularo hamma ovqatni zo'r qiladi, lekin holvaytarni ham o'rgangan. Juda ham yaxshi pishiradi. Juda yaxshi, albatta. Mahfuza opa folklor jamoasi a'zolariga nafaqat qo'shiqlar, milliy urf-odatlarimizda, hatto taom pishirish bo'yicha ham ustozlik qiladi ekanlar. Albatta, pazandalikda ham o'rgatib turadilar. Chunki bu taom to'g'ridan-to'g'ri marosimlar bilan bog'liqda. Umidjon aka, haqiqatdan dinlarga qadar ham insonni ma'naviyatini bir yuksaltirishga xizmat qiluvchi har qanday tadbirlarda nazarimda holvaytar tayyorlangan. Albatta, endi xalqimiz noto'g'ri tushunishi mumkin. Bu taom kelayotgan insonning boshiga tushayotgan qaysidir mushkullarni bartaraf qilish, yengillik deydigan tushunchaga emas. Bu shu taom berganda taom yegan odam duo qilsin. Duo orqali ko'pchilik duosini olamiz degan maqsadda shu ko'pchilikka tarqatiladigan taomlardan biri. To'g'ri aytasiz, albatta.
lekin qadim zamonlarda holvaytar xuddi hozirgidek oppoq undan nima deydi raffinatsiya qilingan yog'lardan yoki mana shunday oppoqqina shakarlardan tayyorlanmagan nazarimda. Shakarlarimiz bunaqa oq bo'lmasligining sababi avvallari shakar qamishdan, qand lavlagidan tayyorlangan bo'lganligi uchun uni ranglari ham bunaqa bo'lmagan, lekin mazasi bundan ko'ra juda o'ta mazali bo'lgan. Sof, tabiiy, ekologik, toza mahsulotlar bo'lgan. Xuddi tatib ko'rgandek gapirasiz, o'sha davrga borib kelgan. Yo'q, biz masalan bizning bolaligimizda kalla qand bo'lardi. Ha, yaqin tarix. Ha, kalla qandlardan yerdik, o'sha shakar qamishdan qilingan, qand lavlagidan qilingan. Dumba yog'dan qilinadi desa, qadimdan dumba yog'da qilinardi. Yeganmiz. Ajoyib. Demak, mehmonlarimizni oshxonaga yaqinroq chorlaymiz, holvaytar tayyorlashni boshlaymiz Uminjon aka. Aytgancha yana mehmonlar kutyapmiz. Xullas, bugungi avval taom nihoyatda o'zgacha va qiziqarli bo'ladi degan umiddamiz. Demak, ishni boshlaymiz. Mahfuza opa, sizlar holvaytar tayyorlaysizlar, men esa qovurmochni boshlayman. Ishni nimadan boshlaysiz? Avval qozonga shunday qaraymiz, mehr beramiz. Keyin yog'ni quyamiz. Yog'ni quyib olib, keyin un bilan aralashtirib olamizda, shakarni bu yoqda. Juda yaxshi. Marhamat, boshlanglar. Men esa bug'doyni tozalab, yuvib, qaynatishga qo'yib qo'yaman. Qovurmoch uchun bug'doy xohishingizga qarab hajmi tanlab olinadi. Uni yaxshilab pishirib olish kerak. Holvaytar uchun ishni, demak, birinchi qiyom tayyorlansa kerak-a, Mahfuza opa? Holvaytarimizni tayyorlash uchun oldin qozonga yog'ni solib olamiz. Keyin yog' sal qizigandan keyin unni solib, uni qo'zg'ab turamiz. Ungacha oldin shakarni men nima qilaman? Shakarni issiq suvda ivitib qo'yaman. Qiyomi tayyorlanadi-da bu bilan. Qiyomini tayyorlab qo'yamiz. 1 litr suvga qiyomini tayyorlab qo'yamiz, shakarni ivitib. Yaxshi. Mahfuza opa, taxminan nechta likopcha tayyorlayapmiz? Nechta likopchaga chiqadigan holat? Endi buni har xil holati bor-da, suyuq qilishi ham mumkin, qo'yiq qilish ham. Biz hozir suyuqroq holatida tayyorlayapmiz. Buni bir 6 ta yoki 8 ta nimaga chiqadi. Nima deydi? Likopchaga, tarelkaga likopcha chiqadi. Bizda hozir meni opam tayyorlardilar. Avvaldan qip-qizil qilib qilingan holvaytarlar. Hozirda mana to'y marosimlarga ham ommaviy qilib qilinadi bizda Andijonda. Shunda suvni o'ta nima qilmagan holatda, qo'g'irib olgan holatda mana yog'ni un bilan aralashtirib turib, sekin-sekin bu yoqqa qozonda sovutib turib qilib, keyin shakarni solamizda, uni ustiga magizlar solib qilinyapti, bezatishib, hozir o'sha piyolalarga qo'yib qo'yiladi har bitta odamning yoniga. Juda yaxshi. O'zi har bir taomni ham uyda qilingani o'z mazali bo'ladi, lekin katta qozonda qilingan oshlarimiz, mastavalarimiz, to'ylarda qilingan ovqat juda bir, chunki ko'pni rizqida deb aytishadi. To'g'ri. Shunga o'xshab men siz aytayotgan holvaytar ham katta qozonlarda qilinganligi uchun mazali bo'lsa kerak, mazasi bir boshqacha bo'lsa kerak. Albatta, juda endi nima qilinmaydi, mana bu gularo sumalaklarni ham o'zi mustaqil qila oladi. Jamoamiz bilan, mahalla bilan sumalaklar qiladigan bo'lsak, albatta Gularo bilan Zulfa opamga bizning jamoamizda universal hamma narsa qilinadi. Hamma ovqatni tayyorlashadi, o'tirib, gohi-gohida mana o'zimiz milliy oshlarimizni qilamiz. Faqat mana shu osh ustida ham nima deydi? O'sha nimadir yangilik yaratamiz, yangilik qo'shiqlar, yangi qo'shiqlar qilishga harakat qilamiz. Qozonda sumalak qaynaydi, tashqarida ijod qaynaydi. Ijod qaynaydi, albatta. Yaxshi. Juda yaxshi. Demak, qizartirib, qovurib olishimiz kerak-a? Qizartirib olib, keyin shakarni quyamiz suv bilan. Keling, olovni ham ko'taraylik. Shakarni quyadigan paytimizda olovni pasaytirib, chekkaroq olib turmasak, nima qiladi-da? Sal nima qilib, keyin yana qaytadan olovga qo'yib qaynatamiz. Juda yaxshi. Asal deb o'ylab turib nonni shunday tekkizganingizda
xolvatarligini bilasiz. Shunday turlari ham. Shunday turlari ham bor. Xolvatarning juda ko'p turlari bor. Albatta. Buni o'sha qadimiyligi, mana shu bo'jonga o'xshasin degan nimada bolalarimiz hayoti, niyat ham mana shu taomga birga aks etiladi. Shularga o'xshasin, o'g'lim yoki uzoq umr ko'rsin, qizim yoki shunaqa baxtli bo'lsin degan ma'nolar, aqidalar, shuni ichida niyatlar ham birga mana shu taomga bog'liq holatlari borda. Mahfuza opa, sizga savolimda o'zi umuman xolvaytar paydo bo'lganiga qancha vaqt bo'ldi deb o'ylaysiz? Taxminan yerga bug'doy, unlar qachondan o'sha vujudga kelib yaratilgan bo'lsa, shundan mana bug'doydan yaratilgan. 12 ming yil avval ham Albatta, albatta, albatta. Nechta mehmon chaqirish kerak, qanaqa kutib olish kerak, bularni hammasi shu dasturxonchilarning zimmasida bo'lganki, shu dasturxonchi shu tadbirni fayzli, chiroyli, kamchiqim o'tishiga, isrofgarchiliksiz o'tishiga shu dasturxonchi ko'proq mas'ul bo'lgan. Bu hayvonlar hozir ham bor. Mahallalarda dasturxonchilar bor. Bu har bitta mahallani o'ziga o'sha xosligi, siz aytganday ham kam chiqim qilingan holatda o'sha oilani raddomatiga qarab obro'y olib o'sha xonadonda yugurib yelib berganiga hamma xonadondagi kelgan mehmonlar shu xonadondan rozi bo'lib chiqib ketsin. Borini oshiradigan, yo'g'ini yashiradigan ham dasturxonchi bo'lgan. Albatta, yuzaga chiqaradigan o'sha xonadonni bor yo'g'ini yuzaga chiqarib beradi-da dasturxonchilar. Mahfuza opa, keling, mana xolvaytarni ham boshlab oldik. Qovurmoq uchun bug'doy ham qaynayapti. Tasvirga olish ishlarimiz avjida. Shu paytda bir sizdan chiroyli tarona eshitgim kelib qoldi-da, childirmangizni olib beraman. Maylimi? Bajonidim. Taom haqida bo'lsa Taom bilan bog'liq agar qo'shiq bo'lsa. Bajonidim. O'zbegimning taomlari bir borgina ta'mini ko'ring. Taomlarni tatlisi bu, xolvataru nishonlanar. Qoyil qolar tatib ko'rib, xorijliklar o'ynab kulib, qay birin so'zlay sizga salom yonorinlarim, qatlamayu yupqalarim, ko'ksamsayu chuchvaralarim. Taomlarni tatlisi bu, qatlamayu yupqalarim, xolvataru nishonlalarim. Yashang, yashang. Haqiqatdan ham milliy oshxonamiz nihoyatda betakror. Azizlar, biz yana mehmonlarni kutayapmiz. Ekrandan aslo uzoqlashmang. Xolvaytarni har xil usulda tayyorlash mumkin buni. Novoz solib, sariyog' solib. Oshxonamiz lekin Judayam bir xolvaytar ustiga hidlar kelyapti, yoqimli, odam ishtahasi haqiqatdan ochilib ketdi va bizni uzoq kuttirganlari yo'q, lekin bizni kutgan mehmonimiz Xurshidbek Turdiyev mana studiyamizga kirib keldilar. Assalomu alaykum Xurshidbek, xush kelibsiz. Xurshidbek yosh bo'lishlariga qaramay, bir nechta qo'shiqlari bilan elimizda tanildilar. Bugun mana bizning ko'rsatuvimizda mehmonlar, xush ko'rdik. Rahmat. Xolvaytar pishiryapmiz, aytib o'tganimizdek. Xolvaytar yaxshi ko'rasizmi? Juda yaxshi tatib ko'rasiz. Ishtahalarni ochaveradi. Taom tayyorlash masalasida qanaqa? Siz ham Taom tayyorlash agar qo'yib bersanglar pishirib berishim mumkin. yaxshi. Demak, navbatdagi ko'rsatuvlarimizning biriga Ajab emas. o'zlaridan Albatta. Xurshidbek, hozir aytayapmizda, bug'doyni insoniyat iste'mol qilishni boshlaganiga 12 ming yil bo'libdi-da. Qarang, ajoyib, haqiqatdan ham. Juda qadim taomlarimiz bor. Ko'rsatuvimizdan asosiy maqsad o'sha qadim tarixiy ovqatlarimizni retseptini ulashish, tarixiy ma'lumotlar berish. Siz va mana Mahfuza opam kabi mashhur insonlar kelib ana shu taomlarni tayyorlashsa, aytib o'tishsa bir targ'iboti ham kuchayadi-da. Milliy oshxonamizdagi sevimli ovqatlaringizni sanab o'tsangiz.
Bizga qiziq chunki. Endi sevish bilan birgalikda o'zim tayyorlashni ham yaxshi ko'raman. Masalan, osh, qozon kabob deydimi. Shu mant qilishni bilmayman, qolgan hammasini bilaman. Albatta, xamir ovqatlarga erkaklar biroz no'noqroq. Bilasizmi, bugun holvaytar bilan birgalikda qovurmoch degan ovqat ham pishadi. Nasib o'xshaydi, harakat qilyapmiz. Bilasizmi, Sohibqiron davrida, umuman qadim davrlarda sarkardalar, armiya boshliqlari harbiylarni to'ydirish maqsadida iloji boricha quvvatli, tejamkor va uzoq yo'llarga buzilmay yetib boradigan taomlarni tayyorlashgan ekanda, tayyorlashni buyurtirishgan ekan. O'shalardan biri qovurmoch. Bugungi kunda ham voha tomonlarda shu taom tayyorlanar ekan. Retseptini aytgancha ijtimoiy tarmoqlardagi maxsus sahifalarimizga muxlislarimiz yo'llashdi qovurmoch tayyorlanishini. Ana shuning asosida tayyorlab ko'ramiz. Bug'doy yuviladi, tozalanadi, qaynatiladi. Pishgandan keyin selgitib, biroz quritib, keyin yog'da qovurib olinar ekanda. Va qarangki, undan keyin nima qanday tayyorlanish jarayonini keyin aytib beraman. Bu demak, siz aytgan jarayongacha yarim tayyor mahsulot tayyor bo'ladi. Ha, yarim polufabrikat, hozirgi tilda aytganimizda qarang, necha asr avval polufabrikatlar bo'lgan. O'sha bug'doyni pishirib olib, biroz suvini nima qilib, yonligida olib yurishgan ekanda, uzoq masofalarga. Ajoyib. Keyin iste'mol qilish sharoitga qarab, vaziyatga qarab turib, u taomdan bir nechta taom tayyorlash mumkin. Yaxshi. Hattoki shirinlik. Hozir bir fikr kelib qoldi. Buni retsepti bilan tanishib chiqish kerak ekan. Chunki nimaga desangiz, bizda ham endi ko'p yo'lda yuramiz, u xizmatdan bu xizmatga, u oblastdan endi nima deydi? Yonimizda olib yuramiz bularga. Xurshidbek, men tasavvur qilyapman. Men tasavvurga sig'dirolmayman. Masalan, uzoq safarga ketayotgan inson avtomobildan tushdida, borib ayoq. Har qadamda O'zbekistonning u burchagidan bu burchagiga borgunimizcha har qadamda oshxonalar, kafelar, yemekxonalar bu juda rivojlandi bugun gastronomiya biznesi. Yo, bizda vaqt muammoda. Vaqt muammo, vaqt juda. O'shaning uchun aytaman, yonimizga olamiz, olib yuramiz o'zimiz. To'g'ri, hot-dog, lavashlardan ko'ra bunaqangi tez tayyorlanadigan taomlarimiz o'zimizda bo'lgan ekan-ku, to'g'rimi? Nimaga o'zimizda shunday taom turganida biz hot-doglarni yeyishimiz kerak. To'g'ri aytasiz. Qolaversa, sog'lom turmush tarziga hamisha ajdodlarimiz amal qilishgan. Keling endi bir sizdan qo'shiq eshitsak. Davramiz yanada fayzli bo'lsin, to'g'rimi? Yangi yo'llar degan qo'shig'imiz bor. Juda yaxshi. Imkon qadar shu milliy yo'nalishda harakat qilamiz. Qo'limizdan kelgancha. Likopcha deydi bunga. Tarelka deydi, nima deydi? Eshitganmiz demak. Singari. Shunday qilib kelganda endi boshiga topiladi. Axir biz oshxonada, biz Xurshidbek. Albatta topiladi. Marhamat. Rahmat. Ketdik bo'lmasa. Dunyo degan hasratlari uzun ekan. Bu dunyoda baxt yarim dard butun ekan. Shirin didor armon bo'lib qoldi dilda. Yuragimning yarmi qoldi yangi yo'lda. Orzularim orzu bo'lib qolib ketdi. Bilolmadim yorni kimlar olib ketdi. Bir lahzada qalbimga o't solib ketdi. Bugun mayus tebranadi torim qo'lda. Yuragimning yarmi qoldi yangi yo'lda. Yuragimni yarmi qoldi yangi yo'lda. Qadam bossam titrog'i bor ko'chasini. Rayhon to'la ifor bor kechasini. Qadam bossam titrog'i bor ko'chasini. Rayhon to'la ifor bor kechasini. Menga o'xshab sog'intirgan
barchasini har qadami tanish edi o'ngu so'lda yuragimni yarmi qoldi yangi yo'lda yuragimni yarmi qoldi yangi yo'lda Sog'inchlarim ayting malol kelmabdimi u ham mendek o'zgasini sevmabdimi Sog'inchlarim ayting malol kelmabdimi u ham mendek o'zgasini sevmabdimi tashlab keldim biror kor hol bo'lmabdimi ezilgandir balki yomg'ir balki do'lda yuragimning yarmi qoldi yangi yo'lda yuragimni yarmi qoldi yangi yo'lda yarmi bilan kuyov bo'ldimi Andijonga 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 Ey yashang haqiqatda milliylikda gap ko'pda Umidjon aka butun xalqni hayot tarzi va o'ziga xosliklari latofat aks etadi aytgancha bug'doydan xabar olay mana bug'doy ham pishib qolyapti azizlar holvaytarimiz ham nihoyatda chiroyli rang olgan Endi holvaytarimiz tayyor bo'lib qoldi, rangi ham chiroyli bo'ldi. Mana endi sekin suv quyamiz, sharbatimizni. olovdan olib turish kerak ekan hattoki. Olovdan olib turmasak maqib ketadi. Juda yaxshi. Xurshidbek qo'shiq juda chiroyli bo'libdi. Menga ayniqsa rayhon isi bo'y taratar kechasini. Rayhon to'la ifori bor kechasini. Menga juda aniq qildi. Bolaligimizda haqiqatdan shu rayhon isi ariqlarimizdan suv oqib turganda, chigirtkalar chirillagani, yulduzlar yonib turgan paytlarni eslatib, shu qo'shiqdan eslatdi. Bu qo'shiqning so'zini muallifi kim? Bu qo'shiqning so'zini muallifi o'zi ozgina boshidan keladigan bo'lsam, yangi yo'lga juda ko'p to'ylarga borardim. Keyin yonimizda Avazbek degan bir qadrdon akam borlar. Shu akamlarga aytdim, "O, yoshlikda yangi yo'lda rosa maza qilib yurganmiz to'ylarda." Desam, menga qarab, "Voy, ish qilib yuragini yarmi yangi yo'lda qolib ketmaganmi?" deb qoluvdilar. Shundan to'xtadim, yuragimni yarmi qoldi yangi yo'lda deb qilsak bo'lar ekan deb shu yangi yo'ldan Toshkentga yetib kelgunimizcha yozganman. Boshini. Keyin bu yog'ini Diyorbek Hoshimov qadrdonim yordam berganlar. Yana qaysidir joylarini qadrdon do'stim, o'rtog'im Xushnudbek Darveshov, Xusnud Darvesh yordam berganlar. Juda ko'pchilik Bu she'rni hashar Hashar yo'li orqali. Hashar yo'lida. Boya aytib o'tganingizdek ko'pchilikning hissasi bor-da. Albatta. Taom ham ko'pchilikning haqqi bilan shirin chiqadi deb aytganingizdek gap. Bizda asosan ko'p safarda bo'lamiz, yo'llarda. San'atkorning Endi mashinada 3 kishi, 4 kishi bo'lsak, shu o'z-o'zidan qiziqarli bir yoki bir qo'shiq eshitib ketamiz yo'llarda. Endi orada bir shunaqa holat bo'ldiki, baribir tarix bilish o'ziga yarasha baribir boshqacha deb o'ylayman. Buyuk sarkardamiz Amir Temur anaqalari bor ekan. Hayotlari davomida bosib o'tgan yo'llari, qilgan ishlarini MP3 holatida eshitadigan audio kitob. Endi shuni Qashqadaryodan qaytdik. Yo'lma-yo'l eshitib keldik.
xuddi o'sha zamonga tushib qolgandek. Endi shu Samarqandga yaqinlashganimizda ana hikoya shunaqa joyga keldiki, Amir Temur bobomiz farzandlarini yo'qotib qo'yar ekanlar-da. Ana qor qalin yoqqani hisobiga otlarni izi yo'qolib qolar ekanda, farzandlarini topolmay qolar ekanlar. Bu aqsoldanmi Yo'q, bo'lgan holat. O'sha joyda men uxlab qolibman-da. Shu qidirishni boshlaganlarida uxlab qolgan ekanman. Bir mahal uni uxlab yotsam, "Voyda" degan bir ovoz keldi mashinadan. Cho'chib bir sakrab uyg'ondim-da. Uyg'onimda qarasam, ruldagi Amaz akam menga qarab, "Turinglar, ey. Toshkentga ham yetib keldik. Odam charchab ketdi. Mana aka hali ham o'g'illarni topolmayaptilar hali ham." Bunday ajoyib bir qiziqarli bir holatlar bo'lgan. Shunchalik katta tashvish bo'lyapti-yu, siz uxlayotibsiz deganman. Gapirmang, ular yo'lmi yo'l deb o'shani ichiga kirib ketilganda endi. O'sha sababdan ham endi tariximiz juda ham qiziq. Menga hozir yana bir yoqqan jihat shu bo'ldi, taqsimcha bilan qo'shiq aytish. Bu xalqimiz avvaldan katta ashula, patnusaka ashula deyilgan. Bu paytda mikrofon, texnika bu darajada bo'lmagan, ovozligi juda uzoqlarga yetib borgan. Qo'rmoch bug'doyi pishdi. Uni suzib oldik. Biroz qurishi uchun mana shunday suvdan selgish uchun qo'yapmiz azizlar, keyin qovuramiz. Haqiqatan ham likopchami, taqsimchami? Taqsimcha Toshkentda ommaviyroq atalishi. Endi tarelkadan ko'ra taqsimcha yoki likopcha deganimiz yaxshi. Endi agar qaysi bir tilda shunaqangi sinonim so'zlar qanchalik ko'p bo'lsa, o'sha tilni boyligini ko'rsatadigan omillardan biri. Albatta. Qovurmoch uchun asta-sekin olovga qozonni qo'yaman, yog' solib, keyin bug'doyni qovurib olamiz azizlar. Har bitta xonadonda o'ziga yarasha bir oila, bu bitta davlat. Masalan, meni juda ham 2 dona Xudo bergan kelinlarim bor. Ota-onalaringizga rahmat deb turaman har doim. Pazanda juda ham ertalabda qatlamalar qiladi. Mana Sojida qizim, biz oilamiz o'zi qatlama, shu holvatarlarni yaxshi, milliy taomlarni yaxshi ko'ramiz. Qachon mehmon kelsa, voy men ham uyimga borib aytaman, har doim yaxshi narsa ekan deyishadi. To'q tutadi deydi. Mana qatlamani pishirish, kunora pishirishadi. Bu ham bitta o'sha qadimiy o'zimizning milliy oshxonamizga oid bo'lgan pishiriq. Yo bo'lmasam somsalar, mana har xil ko'k somsalar deymizmi? Go'shtli somsadan hozir yosh bolalarimiz ham hatto go'shtmi deydi. Yo'q, qovoq yoki bo'lmasam ko'k somsa desak, sevib iste'mol qilishadi. Har bitta masalan mana bahorda bu narsa katta-yu kichikni tortadi-da o'ziga. Qizlarimiz ham uzatar ekanmiz. Hozir mana shu milliy o'zimizni hamma ovqatlarimizni albatta o'rgatish shart. Gular opamni ham nazarimda aytar gaplari bor shu borada, milliy taomlar haqida. Bizni Xorazmda ham milliy taomlarimiz borda, u eskirgan, hozir ko'p yoshlar bilmaydi uni. Bulamiq deydi. Yoshligimizda bizda Umijon aka yozib qo'yishimiz kerak o'tbetga. Bulamiq. Bujalar tayyordi. U jo'xori unidan tayyorlanadi. Keyin ildirma deydi. U bedadan tayyorlanadi. Ayni bahorda qilinadi. Bahorda qilinadigan. Beda endi barra bo'lgan paytda bo'lsa kerak. O'sha paytda tayyorlanadi bu. Ildirma deydi bizda. Gular opa juda bir mehr bilan tayyorlayapsiz holvaytarni. Gapirib bering, ancha yetilib qoldi. Holvaytarimiz ham tayyor bo'ldi. Buni suyuq qilamiz, qattiq qilmaymiz. Keyin idishlarga quyib chiqamiz. Likopchalarga quyib olamiz hozir. Tayyor bo'ldi. Ozgina qoldi. Juda yaxshi. Azizlar, shu o'rinda tarixiy ma'lumot sifatida aytib o'tmoqchimanki, milliy oshxonamizning eng qadim taomlarini olimlarimiz Karim Mahmudov hamda Adham Ashurov va boshqa ko'plab yana etnograflar yozib, ta'riflab, kitoblar nashr qilishgan va bu ma'lumotlarga ega bo'lishni istasangiz, albatta mana shu kitoblarga qiziqib ko'ring. Har bir inson o'zining milliy oshxonasidan xabardor bo'lishi kerak va albatta oila davrasida tayyorlab, tanovul qilish bu nihoyatda o'zgacha. Insonga zavq beradi. Oilada tayyorlangan ovqatga, taomga mehr beriladi. Albatta.
ikkinchidan bu oila byudjetiga ancha sezilarli darajada foydali bo'ladi. Uyda tayyorlangan ovqat ancha ham barakali bo'ladi. Bitta narsa esimga tushdi meni ham. O'ta masalan, uyqusi kelib sovuq oshib ketibdi. Buni organizmida sovuq oshib ketgan deymiz. Shunda ham albatta bularimiz turg'izish qiyin bo'lyapti-da. Mahmudni holva tarqisam bugun ichib olgin derdi piyolada suyuqroq qilib. Bu mana shu issiqlik holatida ham bu shifo beradigan taomda baribir holvatar. Mana siz yo'lda ko'p yurasiz, charchoqni oladi ham. Holvatarlar albatta yeb turish kerak. Issiqlik taom. Har bir taomning shifobaxshlik darajasi birinchi o'rinda bo'lgan va u bekorga mavsumga qarab tayyorlanmagan, to'g'rimi? Albatta buni xalqimiz, biz ota-bobolarimiz buni juda yaxshi bilishgan, qaysi mavsumni, qaysi mahalda mana Qaysi taomni tayyorlash kerakligini. Endi yurtimizda mana tut pishig'i arafasida turibmiz. Tutlarimiz ham Pishadi yaqinda. tut pishdi. Endi tut pishig'igacha yetib olsa degan ibora bor. Sababi tutni juda o'ziga yarasha kaloriyasi, undagi bo'lgan vitaminlar va tut pishgandan keyin qolgan mevalar ham pishadigan, kunda isib ketganligi uchun tut pishig'ini orzu qilib kutishgan. Kelmene şair şair, şair bu atlas mıdır? Kelmene şair şair, şair bu atlas mıdır? Özbegimnin kızları tarifi şu masmıdır? Özbegimnin kızların tarifi şu masmıdır? Atlas kemas masmıdır? Mamalar ki gel libas, atlas mı adres mıdır? Mamalar ki gel libas, atlas mı adres mıdır? Küydürüp babaların işte dayanmaz mıdır? Küydürüp babaların işte dayanmaz mıdır? Gelmene şair şair, şair bu atlas mıdır? Gelmene şair şair, şair bu atlas mıdır? Özbegimnin kızların tarifi şu masmıdır? Özbegimnin kızların tarifi şu masmıdır? Rangi azizlar haqiqatda shokolad rangida bo'lgan. Aytgancha mening qovurmoch taomim ham tayyor bo'lib qoldi. Bug'doyni qovurib pishirib olyapman. Bu taom ham tayyor. Azizlar, bugungi tarixiy ovqatlarimiz nihoyatda o'zgacha. Gular opa, bunday go'zal holvaytar ko'rmaganman shu paytgacha, to'g'risi. Bu qadar rangi maromida va o'zim uchun bir qancha nima deydi, maslahatlaringizni oldim. O'sha kuydirib yubormaslik uchun holvaytarni odatda biz qizib turgan qozonga darhol unni solib qip-qizil qilib tez olamizda. Gular opam juda uzoq muddat sekin kuydirmasdan qizartirdilar. Bunda ham sir sinoat bor ekan. Sekin qilsangiz kuygan hidi ham kelmaydi-da. Keyin shirin bo'ladi. Juda yaxshi. Qovurmoch ham tayyor Men ham bo'ldi. qovurmochni o'rganib oldim. Qovurmoch o'zi aslida yarim tayyor polufabrikat mahsulot. Unga sho'rva solib bo'tqa qilish mumkin. Unga qiyom solib shirinlik qilish mumkin. Xullas, ajdodlarimiz tayyorlagan rangi juda chiroyli, go'zal. Birinchi marta tayyorlab ko'ryapman azizlar. Ijtimoiy tarmoqlarimizdagi O'zbekiston tarixi deb nomlangan maxsus sahifamizga viloyatlarimizdagi turli hududlardagi tarixchilarimiz, etnograflarimizdan kelgan retsept asosida qovurmoch tayyorladik. Mehmonlarga ulashamiz. Xush ko'rdik ko'rsatuvimizda. Bu qovurmoch taomimiz. Marhamat, torting dasturxonga. Qani Mana qoshiqchalarimiz. Tatib ko'rasiz, baho berasiz. Xurshidbek, Mahfuz opa. Sumalakka ham o'xsharkan. Sumalakka bu qotsa, uni kesib ham iste'mol qilamiz, to'g'rimi? Qattiq holda ham qilsa bo'ladi. Olinglarchi. Juda yaxshi. Gular opa, o'zingiz ham albatta. Gular opa, o'zi yaqinda tayyorlashni boshlagansiz bu shirinlikdan. Desert. Azizlar,
o'zbek milliy oshxonasidagi desertlar o'ziga xos nihoyatda. Buni non bilan ham iste'mol qilsangiz bo'ladi, nonsiz ham. Nonushtaga, tushlikka, kechki taomnomadan ham holvaytar bemalol joy egallashi mumkin ekan. Siz holvaytarni maqtayapsizmi? Holvaytarni maqtayapman. Bu taomimiz ham juda mazali ekan. Ha, qovurmoch. Haqiqatdan Bug'doy qovurmoch ham suvda juda qaynatilib, yog'da qovurib olingan. Tuz, shakar, hech qanday zarchivor solinmagan juda bir pol-fabrikat mahsulot. mazasi ham zo'r, juda siz aytganingizdan ham mazasi a'lo. Endi boyi kaloriyasi bo'yicha to'g'ri haqiqatdan askarlar yeydigan ovqat bo'lgan ekan. Unga sho'rva solib, bo'tqa tayyorlash mumkin. Dimlab yana pishirish mumkin. Agar unga qiyom solsa, mana shu bug'doyga, qovurilgan bug'doyga va quritishga, quyoshda quritib olinar ekanda, endi oldingi davrlarda. Va bu hozirgi konfet, kazinakalarga o'xshagan bir shirinlik bo'lar ekan. Qarang, ajoyib. 10 asrlik retsept asosida tayyorlandi. Demak, bizni tomoshabinlarimiz shunchalik befarq emaski, yo'qolib yo'q bo'lib ketish arafasida bo'lgan taomlarni ham biz bilan retseptini o'rtoqlashishdi va buni ikkinchi yana hayot bag'ishlashga sababchi bo'lishdi. Albatta. Men ham tavsiya qilaman. Har bir xonadonda shunaqangi taomlar qilinib turishi kerak va farzandlarimizga boy tariximiz haqida albatta ma'lumot berib turishimiz kerak, azizlar. Osh bo'lsa, Mahfuza opa, tatib ko'ring. O'xshabdimi? Vodiy holvalariga, vodiy holvaytarlarga o'xshabdimi? Albatta o'xshagan. Axir xorazmlik oshpaz tayyorladi. Albatta shogird ustozdan o'tadigan gaplar bor. Albatta. Azizlar, mana shu fayzli davramizda bir qo'shiq yangrasa, yanada yaxshi bo'lar edi. Umid ekan. Xurshidbekdan eshitamiz. Izlayapman Shahnozani, halovatim olib ketdi. Ne qilay qo'llarimda ro'molchasi qolib ketdi. Samarqandda to'yim bor, vaqt ketmasam bo'lmaydi. Qolib ketgan ro'molchasin men eltmasam bo'lmaydi. Ko'p izladim Shahnozani, halovatim olib ketdi. Ne qilay qo'llarimda ro'molchasi qolib ketdi. Samarqandda to'yim bor, vaqt ketmasam bo'lmaydi. Qolib ketgan ro'molchasin men eltmasam bo'lmaydi. Shahnozaxonoy damlab berar choy, choylari achchiq o'zi yerga toy. Shahnozaxonoy damlab berar choy, choylari achchiq o'zi shirin voy. Shahnozaxon ro'molida gajimlari bor ekan, gajimlarning bir chetida berkingan bahor ekan. Na kuladi, na jilmayar, men gapirsam indamas. Hammaga keng yurakchasi, faqat menga tor ekan. Shahnozaxon ro'molida gajimlari bor ekan, gajimlarning bir chetida berkingan bahor ekan. Na kuladi, na jilmayar, men gapirsam indamas. Hammaga keng yurakchasi, faqat menga tor ekan. Voy 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 voy. Shahnozaxonoy damlab berar choy, choylari achchiq o'zi yerga toy. Shahnozaxonoy damlab berar choy, choylari achchiq o'zi shirin voy. Hovli to'la rayhonlar dugonasi ekanda, tosh oynasini ushlab turay qoshlarini kerganda. Aytgan kuyim yuragiga yetib borsa qaniydi. Ostonamdan kelin bo'lib kirib kelsa mayliydi. Voyda Shahnozaxonoy damlab berar choy, choylari achchiq o'zi yerga toy. Shahnozaxonoy damlab berar choy, choylari achchiq o'zi
Azizlar, juda chiroyli dilbar qo'shiqdan keyin holvaytar tatib ko'rdik, qovurmoch yedik. Bir ma'lumotni aytib o'tmoqchiman. Biz bugun dramaturg, shoira, O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi a'zosi, elimizning sevimli ijodkori Shahodat Isoxonova xonadonlaridamiz. Axiyri ularni kutdik, kelishlarini. Mana keldilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum Yaxshi assalom. keldingizmi? Hormanglar. Aynan pishishiga, taomlar, tarixiy taomlar pishishiga yetib keldingiz. Qaynonam yaxshi ko'radi. Shahodat opa. Chunki nima, qaynonalar qachon yaxshi ko'radi? O'sha ovqatlarni chiroyli qilib pishirib qo'ysa, tayyorlab qo'ysa, vaqtida va go'zal ovqatlarni bilsa. Mana qarang, halvoytar qildinglar. Yana ikkinchisi nima edi? Qovurmoch. Qovurmoch. Bu bizni qadimiy ovqatlarimizdan biri. Chunki oldingi kelinlarimiz, kuyovlarimiz ovqat qilishlarni yaxshi bilishgan, hunarni yaxshi bilishgan. Hunarli bo'lmasa, yo bo'lmasa qizlar yaxshi ovqat qilmasa, o'sha kelinlikdan qolib ketishgan. Kuyovlikdan qolib uyda ovqat qilgan eng muhimi. Albatta, bugungi kunda mana ovqatlar qizlar erinishyapti demayman-ku, lekin har qalay sal loqaydroq bo'lishyapti. Ota-onalar bunga e'tibor berish kerak, chunki meni o'zim qizlarimga qanday o'rgatgan bo'lsam, hozir nevaralarimga ham xuddi shunday haligi o'rgataman va nima talab qilaman, talabchan bo'laman. Mana men ham o'sha hunarga bag'ishlangan she'rlarimni olib keldim, hozir tatib ko'raman. Lekin undan avval Durdona folklor etnografik xalq ansambli a'zolari tayyorlagan holvaytardan tatib ko'ring, to'g'rimi? Xurshidbekka yoqdi. Tatib ko'rib baho beraman. Siz ham tatib ko'ring. Chunki meni o'zim ovqatlarni yaxshi pishirganman, shuning uchun boshqalardan ham o'sha sifatni talab qilaman. Bismillahirrohmanirrohim. Shahodat opaning gaplaridan bir narsaga men o'zim uchun hozir kashf qildim. Haqiqatan ham ovqat taomi tepasiga kelgan insonga qaynonasi yaxshi ko'rar ekan degan iborani ishlatishadi. Demak, bu yerda nimaki, qaynona ham o'sha dasturxon tuzab ovqat yeyotgan paytida kelinini yo kuyovini eslab, shu kelganda shu ham yegan bo'lardi-ku deb eslab turgan holatni nazarda tutib aytilgan bo'lsa kerakki, qaynona ham onada. Albatta, undan tashqari o'sha demak kelinni o'zi qaynonaga o'xshagan pazanda bo'lgan. O'sha uchun ham qaynonasi yaxshi ko'radi. Qaynona qachon yaxshi ko'radi, ona qachon yaxshi ko'radi. O'sha ko'nglidagidek badastir qilib ovqatlarni tayyorlasa, aytganini qilib qo'ysa. Mana hozir Yoqdimi? 10 beryapsizlarmi? Bunga 5 beryapsizlarmi? 20 baho beraman men. Baho bera olmadik chunki bebaho ekan. Bebaho haqiqatan Sizga manzur bo'lgan bo'lsa tashakkur. Bundan bitta tatib ko'raman. Qovurmochdan voha taomi unutilgan. Uni ham tayyorlab ko'rdik. Parhezbob. Lekin shu bilan birga quvvat baxsh. Unga istalgan sho'rvani, shirinlikni, qiyomni qo'shib tanovul qilish mumkin ekan. Shahodat opa, agar buni umumiy ovqatlanish shoxobchalari, oshpazlari agar ko'rishsa borku, grechkani o'rniga faqat buğdaydan foydalanadigan bo'lishadi. Juda yaxshi. Haqiqatan ham. Shahodat opa, ko'rsatuvimizni yakunlab qo'ydik deyarli, lekin sizdan bir go'zal she'r eshitmasdan tugata olmaymiz. Albatta. Avval taom ko'rsatuvimiz. Yana hozir mana shu nima ovqatlarga monand, hunar haqida gapirdik, hunarlarga monand mana shu atlas ko'ylagimizni, xon atlas ko'ylagimizni qanday paydo bo'lganligi haqidagi bir rivoyat she'rim bilan tugallaymiz. Hozir o'qib bermoqchiman. Marhamat. Qadim zamonda Ishtixon yurt tomonda bor edi xonning qizi, saltanatning yulduzi. Tengsiz edi aqlda, so'zamal gap naqlda, husnda misli malak, hatto lol edi falak. Oshiqlari ko'p edi, bari jo'mard xo'p edi. Bir-biridan zangin nomzodlar to'p edi. Tugab bir kun toqati, xon gap boshladi qattiq. Tanla yoshing o'tmasdan, ortig'ini kutmasdan. Xonning qizi tortinib, so'zlay ketdi shartini. Ko'rsatsa hunarini, aytaman kunarimni. Kim kelsa menga tolib, bo'lsin tanlovda g'olib.
go'zal hunar egasin, bo'laman gul bekasi. Jarchilar jar solishdi, nomzodlar lol qolishdi. Qarashdi bir-biriga, tushunmay shart siriga. Ko'plari mum tishladi, tizzasiga mushladi. Qo'ldan tushib jilovi, ortga qaytdi ulovi. Cho'kkanday yer kurrasi, xonning uchdi hurrasi. Baland qilib so'zini koyi ketdi qizini. Ey o'jar qiz, angla tez, bittasini tanla tez. Yo'qsa qo'ldan baxt ketar. Baxt ne, hatto taxt ketar. Jarchi yana jar soldi, birgina nomzod qoldi. Na shahzoda, na dabek, anoyi ham emas, lek. 40 dan oshiq hunari, oltinga tengdir bari. Keltirmish ajib libos, to'qilgan xonlarga xos. Tolasi nurdan bunyod, yurakdan, qo'rdan bunyod. Ranglari kamalakdan, nusxasi kapalakdan. Nomi emish xonatlas, xonatlasmas, jonatlas. Arqog'i rang bermish muhabbatu xonatlas. Xonni qizi ipti, so'ng libosni kiyibdi. Ishqqa to'lib yuragi bajo bo'pti tilagi. Duo qilib olomon, qizga tahsin aytibdi. Hunarsiz boy nomzodlar alam chekib qaytibdi. Al-qissa bu qissadir, lek qissadan hissadir. Baxtning kaliti hunar, hunardan orzung unar. Shunday o'zbegoyimning zebi emish xonatlas. Ajdodlardan zo'r meros sepiymish xonatlas. Atlas kiygan avlodim, adras kiygan avlodim. Sizga Tangri yor bo'lsin, o'zligingiz bor bo'lsin. O'zligimiz bor bo'lsin hamisha. Rahmat, Sog' bo'linglar, tashakkur. salomat bo'linglar. Bugungi avval taom ko'rsatuviga mana shunday she'riy yakun yasab berganingiz uchun rahmat. Barcha ishtirokchilarga minnatdorlik bildiramiz. Umid qilamizki, mana shunday tarixiy taomlar xonadoningiz dasturxonidan hech ham arimaydi. Xurshidbek, sizga ham tashakkur. Rahmat. Nazarimda ko'plab tarixiy ma'lumotlar ham oldingiz. Haqiqatdan bugungi ko'rsatuvimiz ham avvalgilarga o'xshab juda fayzli, juda chiroyli, tarixiy ma'lumotlarga boy bo'ldi. O'ylaymanki, bugungi ko'rsatuvimiz ham muxlislarimizga yoqadi va ularning qalbidan o'rin oladi. O'zbekiston tarixi telekanalidan aslo uzoqlashmang. Tashakkur e'tibor uchun.